O'g'lim 5-sinfdan buyon Ziyozukko maktabida ta'lim olib kelmoqda. Bu maktabda yuqori malakaga ega bo'lgan tajribali o'qituvchi murabbiylar nafaqat bilim, balki ta'lim va tarbiya ham berishadi. Bu maktabda arab tili, ingliz tili, matematika fanlari chuqur o'rgatilib, darslardan so'ng o'g'il bolalar uchun shaxmat, shashka, futbol va taekvondo, qiz bolalar uchun raqs va tikuvchilik to'garaklari mavjud. Farzandingiz xavfsizligi uchun 24 soatlik kuzatuv kameralari, 3 mahal foydali, sog'lom va mazali taomlar barchasi Ziyozukkoda. Farzandingiz munosib ta'lim olishini istasangiz, Ziyozukkoga olib keling. Shu bilan bir qatorda o'g'limning sinf rahbari Matluba Ergashevna, rus tili va adabiyoti o'qituvchisi Nilufar Abdullayevnaga o'z minnatdorchiligimni izhor etmoqchiman va Ziyozukko maktabiga farzandimni olib kelganimdan bag'oyat mamnunman.